orasida go'dayladi gapirishma. Xo'p, u kimnidir bolasini boqib qo'ygan bo'lsin, lekin norasida go'daydi gapirishma. Siz ham bolangizni gapirishdi-yu, ariza qiling qo'l bo'ladi. Istanbul aka yaxshimisiz? Voy, shu kim tushirib Go'dayladi, ayb yo'q. Tog'am o'zi tushib ketdi pamoymi. Nima bo'ldi, Jo'ra? Tinchmisan, Jo'ra? Nima qildi? Yaxshimisan, Jo'ra? Ha? O'zimda, o'zi tushibdi tog'am. Har kuni ona farzandi. Yo'q, unda o'zini qizi bo'lmasa ham, xo'p, unda farzandlari o'g'il bo'lsa ham, o'zi ham ayol-u, akalar. Ayol kishidan shu gap chiqdi. Yo'q pulim to'lagani. Men bolalarimni zo'rg'a boqaman. Aldayapti, zek qilmadi tema. Yo'q, endi uni ishi shu. U tema qilsa ham u hazil-huzul qiladi-yu. Adilani tema qilib bersin, odamlar yordam bersin. Seryozni gap gapirmaydi u. Vo, kim bu mana tashlayotgan, bloklab tashlayman, bratan. Yo'q bir bola. Yo'q bir bola, ogohlantirdi meni bir marta. Bloklayman hozir. Ya ogohlantirib nima qilasiz uni? Kalasiga xota bilan uning yeri kirib ketsin. Zohid oldimdagi qancha qizlarini yangi profil ochib ketdi. Bor, Zila, qo'y, qonuniy olishamiz. Zila bo'ldi, men seni so'kmayman. Bag'iga qonuniy. Meni so'kintirolmaysan. Folbinga borib o'qitaman deding. Mayli o'qit. Mayli o'qit. Mana boshim raso og'riyapti. Qaysi biri o'qitishding folbinga borib aytish to'g'risini, sikishvording folbinga borib o'qitishaver meni. Boshim pizza so'rayapti. Folbinlaring ham onangizga bu folbinlar ham zayba yo'qolmadi. Folbinlar ham yo'qolmadi. Men anaqada suvda cho'milaman haligi lavlaringiz bargi boru, o'shanaqada men cho'milaman, menga ta'sir qilmaydi. Menga ta'sir qilmaydi lavlaringiz bargi cho'milaman. Boshayap. Folbinga borib o'qitishma bilan. Qaranglar, to'xtanglar, bitta narsa. Farg'onalik, Namanganlik qizlar bormi? Menga erkaklarmi? Men uchun bas, farzandim uchun yordam berib yozinglar, qancha ko'pchilik yozsa keladi. Mayli, men ham javob beraman. Men ham javob beraman qilgan ishlarimga. Yana javob berish kerak bo'lsa. Kim bular mana go'sti tashlayotganlar? Kim bular? Men unga Hazi akam shu qizingni o'g'ziga qo'shib o'chiratga qo'yib o'g'zingga beradi. Nimani bostirasan? Dokument qilib ol ekan. Dalbayo'q, meni dokumentim hali bir hafta bu. Bir haftaning ichida men borib aynalib, maza qilib kelaman. O'sha qizni jalab. Menga ham yozdilar yana deb. Ala bular shunaqa. Arqonni uzun tashab qo'yishda. Adresimni beraman, sen aqling yetadimi? Ha? Ha, to'g'ri bilaman. Xabar yo'q uni. 100 kuladi jigarlar, 100 kuladi, 100. Ich tamom bo'lib bo'lgan. Sen o'sha Oysha qizingni bor-ku, sot selkasini. Oysha qizing selkasini sotsang, normal hayot kechirasan. Hech kimdan esol ham so'ramaysan, hech kimdan kiyim ham so'ramaysan. O'sha pulga kun ko'rib yurasizlar. Onangni ketigaskay. Oysha qizi jalab, men adresimni beraman, bu aqling yetmaydi, ishon. Aqling duxing yetmaydi. Bilaman, bera laychitda o'tiradi. Shu uchun gapiraman yetqizdilar deb. Yuzaki kulma. Oysha qizi jalab. Oyshaga sotib bilgan bo'lsa-chi, balkim o'zga skisirlar qay. Bera laychitda o'tiradi. Zapischani yo'qib, o'mni ham ochib qo'yay, bir zapis qilib yetkazasizlar. Etdim qizim xudoga solib qo'ydi, Liyani bergan puliga kitini o'pib yura, ko'tini yuradi dedi qizim o'zi eshitdi. Qizga eshittirmay bunaqa narsani. Xafa bo'la. Tavba, astag'firulloh. Tavba qildim. Chinsa dilyapti deydi. Yibanashkala. Lachitla, qarang, ana buni ham zapis qiling, ana buni. Eng kenja nimasiga kashani o'rniga yedirsin. Mana. Qaranglar, zapislar, ma sizlar farzandlaringizga beringlar.
Och qolmaysizlar, efirda o'tirasizlar 24 soat. Ma. Buni eng kenjasi kashar o'rniga yedir. Ma. Onasilar bosan qachon o'g'irjat qildim. O'sha qizingni o'ziga qo'y tog'im. O'ziga qo'y tog'im. Bittasandan o'sha qiz. Bela, bu chichiklarim keladi, gapirmayman deyman.